Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, dehqonlar, chorvadorlar. O'zimni 1 gektarlik beda dalamdaman, beda yerimda. Bir hafta, bir 10 kunlar oldin yerimni beda qurtiga qarshi dorilagandim. Yerning ahvoli mana shunday edi, bedaning ahvoli. Mana shu ko'rinishda edi, mana shunday. Barglarni polni 90-90% qurt yeb bitirgan edi. Traktor bilan Apollon bilan Vinfos dorisidan ximikatidan sepgandim. Mana 10 kundan keyingi holat mana yangi shu eski nimalari qolib, barglari mana qolgan, yonidan, ustlaridan yangi barg ko'targan, yangi barg chiqaryapti. Hozir ahvoli mana shunday. 10 kun oldin bu yerning ahvoliga qarab bo'lmas, mana shunday. Hammasi yer 1 gektar yerni pashti hammasini setka qilib, qop-qora qilib barglarini kiygan edi qurtlar. Ozgina joyini bir o'zim vaqtim bo'lgan payt qo'l bilan urgandim. Mana qara nimaga kameraga ko'rinadimi yo'qmi? Men o'ng tomonimni o'zim qo'lim bilan apparatcha bilan sepganman, chap qo'limni, chap tomonimni traktor bilan sepganman. Bu tomonimni sepganda bir 2-3 kun vaqt bo'lmaganda, 2-3 kundan keyin kelsam agar mana shu ahvolga kelib qolganda, o'tim shu qurtlar yeb bargini polni bitirgan edi, pastki ko'k massasi nimasi bargi qolmagan edi. Bu tomon shunday kelsam agar shu dorilagan joyim ko'k to'xtabdi. Bu dorilanmagan joy pastki qurtlar yeb tugatgan pastki ko'k barglarni. O'zi bilinib turibdi. O'ng tomondan mana shu hozir o'ng tomoni ko'k turibdi. Bu yog'i o'zi qurt yegan bilinib turibdi. Bu yog'i qurt yegan joydan bir qarich pastki baland ham shu dorilagan joyim ozgina shu 1 soat 1,5 soat vaqt ajratib qo'l bilan dorilagandim. Sezildi-da. 3 kundan keyin kelsam, 3 kunga o'zi ko'k barglarini yeb tugatgan. Mana shu yerlarni ham qo'l bilan urganman, o'zi ko'rinadi. Sizlarga ham tavsiya etaman. Keyin shu bedasi qurt bosgan, qurt yetgan bo'lsa, rasmiy video davomida rasmini qo'yaman, shu nimasini 1 litrlik bankaga olib Apollon bilan sepgandik biz. 1 litrlikni shu 1 gektarga yetgandi. Rasmini ham qo'yib o'taman, sizlarga tavsiya qilaman. Zo'r foyda qiladi. Hozir o'zi mana ichiga yuribman, qurtlari yo'q, polga qolib ketgan. Bitta ham qurt yo'q. Shunday bugun siz dorilagandan keyin keyingi kuni kelsam agar shunday bedan tayini ko'raman, qurtlari 100% to'kilgan, shunday yerga yotibdi. Keyingi kun sug'orib bo'lganimdan keyingi kuni nima qilganim, dorilagandan keyingi kuni sug'organdim. Gektariga 100 kilodan amafos sepib sug'organdim. O'timiz Xudoga shukr o'zgarishni boshladi, o'zgargan, zo'r bo'lgan holati. Sostoyanidan olib chiqdik-da, o'sha qurt yeb bitirgan nimalarni, barglarni mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerlarni qo'l bilan sepganman, ko'k ko'rinib turibdi. 2 xil bo'lib. Barchaga rahmat. Sizlarda ham shunaqa holatlar kuzatilgan bo'lsa agar kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Yana qanaqa dorilardan keyingi ikkinchi o'roqda shirincha bo'lsa, qanaqa dorilardan foydalansak, qanaqa o'g'itlar bersak bo'ladi. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Nasib bo'lsa, keyingi videolarimizga bizga motivatsiya bo'ladi. Yana yaxshiroq kontentni olishga harakat qilamiz.